1000 kishilik grant e'lon qilyapmiz. Ingliz tili o'qituvchilari endi ustamalarni, 50% ustamalarni oson olishlari mumkin. Hozir men TOEFL markaziga keldim, O'zbekistondagi rasmiy markaz, TOEFL imtihonlar markazi. Mazkur markaz bilan birgalikda hozir o'qituvchilarimizga, aynan faqatgina o'qituvchilarimizga, 1000 ta o'qituvchimizga ular grant e'lon qilmoqchi. Men hozir TOEFL imtihonlar markazining rahbari Abdurahim Jalilovga murojaat qilaman. Assalomu alaykum Abdurahim. Ushbu TOEFL sertifikati, demak, IELTS bilan deyarli bir xil. Ega, to'g'rimi? Va ustamalar ham 50% ustamalar ham bunga to'lanadi. 15 qarorda belgilab qo'yilgan. Va meni qiziqtirgani Abdurahim, masalan, IELTS uchun 6 oylab tayyorlanadi-da o'qituvchilarimiz. Mana hozir maktablarda muammo bo'lyapti, B2 sertifikati. Gaplashsak 6 oylab tayyorlanishimiz kerak deyiladi. Lekin siz aytyapsiz, TOEFL uchun 2 oyda yetarli deyapsiz, to'g'rimi? Va shu 2 oy meni qiziqtirib qo'ydi. Endi grantingiz haqida gapirsangiz ozgina. Hozir biz shu jamiyatimizning faxrlari, foydali insonlari, eng foydali insonlar ustozlarimiz uchun 1000 kishilik tekin tayyorlov grantini e'lon qilyapmiz. Ya'ni 1000 ta ustozimiz, ingliz tili ustozlari tekinga tayyorlanib, ro'yxatdan o'tgan holatda tekinga tayyorlanib, TOEFL topshirib, ustamalarga ega bo'lishlari va xalqaro sertifikatga, faqat o'zimizning yurtimizga emas, butun dunyoda malaka oshirmoqchi bo'lishsa ham, xalqaro IELTS bilan bir xil. IELTS Angliyani, TOEFL AQSh rasmiy test imtihoni hisoblanadi. Ega bo'lishadi shu sertifikatga. Demak, 2 oy sizda onlayn, offlayn, O'zbekiston istalgan joydan o'qituvchilar onlayn ham tayyorlanishi mumkin. Kerak bo'lsa offlayn ham kelaveradi shu TOEFL markaziga va 2 oydan keyin imtihonni topshirsa, bemalol C1 va B2 olishi mumkin. B2 daraja. Endi shartiga ozgina to'xtalib o'tamiz. Shartlar oddiy. Mana shu videoni barcha ingliz tili o'qituvchilariga yuborib qo'ying birinchidan. Ikkinchidan, o'sha postning tagiga biron belgi qo'yib qo'ying. Masalan, Pilis qo'yasizmi, o'sha tayyorlanaman deb yozib qo'ysa ham bo'ladi va yoki TOEFL deb yozib. TOEFL deb yozib. Umuman istalgan so'z va menga podpiska bosib qo'ying. Abdurahimni mana TOEFL markazining sahifasini belgilab qo'yamiz. O'sha sahifaga obuna bo'lib qo'ying, podpiska bosing va Telegramdagi Domlajon kanaliga biz so'rovnomani qo'yamiz, joylaymiz, anketa joylaymiz. Anketaga o'tasiz, Domlajonga podpiska bosasizda, anketani to'ldirasiz. Endi bo'lib bo'lmaydi, 10 minglab o'qituvchilar ariza topshirishi mumkin. Biz 1000 tani saralab olishimiz kerak va ushbu anketani 10-yanvargacha muddat 10-yanvargacha ulgurganlarga 1000 ta ustozga grantni beramiz. Ushbu videoni barcha ustozlarga yuborib qo'ying, ushbu grantdan foydalanib qo'ying. TOEFL imtihonlar markaziga katta rahmat sizlarga. Rahmat hammaga.